Sizlar yaxshimisizlar? Men Asiya doktor. Uxlashdan burun bir stakan suv ichgan vaqtda yurak men qon tomir kasalliklari giribdor bo'lishidan oldin ag'il bo'lamdi. Bugun sizlarga mush nuqta so'zlab o'tay. Mazmun qiziqsangiz avval meni qo'shilib andan davomini oling. Hozir hamda shu to'rsipularimizda atalmış doktorlarimiz hamda yerlik teyiplarimiz yig'lab ketdi. Bir qism shundoq do'stlarimizning og'zini olib qolamiz. Suv ichgan vaqtda odam badaniga nihoyat foydali, suv ichgan vaqtda har xil kasallardan xoli bo'ldi. Uxlashdan burun bir stakan suv ichgan vaqtda qonning yepishqoqligini tuvalatib, qon tomirlaridagi axlatlarni tozalaydi degandek shunday so'z iboralarni anglaymiz. Undaqda buni haqiqatan foydasi bormi? Suv ichgan vaqtda odam badaniga foydali har xil kasallardan yiroq turdi degan bu so'zningki hammasi butunlay to'g'ri bo'lib ketishi notayin. O'xshamagan kasalliklarga qarata suvga qo'yilgan talab o'xshamaydi. Bo'lib shu yurak iqtidori ojizlagan, yurak zaiflashgan do'stlarimizga nisbatan odatdagi turmushimizda ko'p miqdordagi suv hamda suv tarkibi bor bo'lgan yemeklarni yeyishni tavsiya qilmaymiz. Bundaq bo'lgan vaqtda yurakning besimini oshirib, yurak zaiflashini texmi og'irlashtirib yetishi mumkin. İkinchidan bo'lsa, uxlashdan burun bir stakan suv ichgandan keyinmi bizningki yurak qon tomirlarimizdagi axlatlarni haydab, yurak qon tomir kasalliklarining oldin olishi notayin. Ki amaliyotda biz suv ichgandan keyin sular bevosita bizning qon tomirlarimizga bormaydi, balki oldi bilan bizningki oshqozonimizga bordi. Oshqozon uchay yo'llarida sumirilib bo'lgandan keyin qalduq eshib qolgan sular bo'lsa asosiy bizningki böğrükimiz tarafidan bartaraf qilindi. Shunlashqa uxlashdan burun bir stakan suv ichgan vaqtda bizning badanimizga o'zgarish bo'lsa, kechilik kichik tartibimizdagi miqdori ko'payib ketishi mumkin. Shu sababdan bizningki kechki uyqumizning sifatiga ta'sir qilib qilishi mumkin. Shunlashqa yuqorqilarni yig'inchoqlab yetgan vaqtda uxlashdan burun bir stakan suv ichgan vaqtda bizning yurak men qon tomir kasalliklariga giribdor bo'lishimizning oldini ololmaydi. Undan sir damilgan odamlar ko'p miqdorda suv ichgan vaqtda badanga foyda qilib ketishi notayin. Kang do'stlarning foydalanib qolishini umid qilman. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib inkas rayoniga so'z qoldirishni unutib qolmang. Texmi ko'plagan do'stlarning foydalanib qilish uchun mazmunni ko'plab tarqatib qo'yishingizni umid qilaman. Biz kelarki salat ko'rishaylik. Xayr xo'sh.